Qora aka, agar savol bo'lmasa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Anu bir gapirgan edingiz. Rossiya ikkinchi Rim kelgan zarari bilan foydasi zarari kamroq tanlanadi. Agar bir qanaqadir tanlov bo'lib qolsa deb bir gapirgan edingiz, esingizda bo'lsa. Men ko'p muxolif bo'laman-da, mana shu Rossiyani tomonini oladigan, Rossiyani har qanday holatda oqlab beraman degan odamlar bilan muxolif odamman-da. Qarashlarim shunaqa. Har gal shunga borayotganda sizni mana shu gapirgan gapingizni ro'kach qilib, domla shunaqa deganlar, Rossiyani tanlash kerak deganlar, domla Rossiya Rim deb aytganlar, o'shaning uchun domlanikini hujjat qilib olamiz. Ramzan Qodirov ham, Ahmad Qodirov ham Rossiyani tanlagan deb. Hali tanlov yo'q, hali Rossiya bizga hali nima deydi, tanlov qo'yayotgani yo'q, lekin qarashlari bo'yicha mashina o'ziga qurol qilib olishyapti hozir. Shunga bir o'zingizni fikringizni bildirib ketsangiz, shuni o'zini qarashlarida foydalangandek bo'lyapti-da, meni fikrim bo'yicha. Yo, bu masalada u sizni bu mavzuni eshitib, mana Abror Muxtor Ali Rossiya tarafini olyapti deyishingiz, u xolis gap emas u. Chunki Rossiya tarafini olish emas bu. Hozirgi kunda butun dunyo hamjamiyatida kofirlar orasida ixtilof bor. Musulmonlar orasida emas, kofirlar orasida ixtilof bor. Agar siz masalaga real ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, ana shu kofirlar orasidagi ixtilofda qaysi tarafda turish kerak, qaysinisi musulmonlarga yaqinroq desa, Rossiya yaqinroq bo'ladi. Bu Rossiya tarafini olish emas, voqealik shunaqa. Buni misol keltirib, men payg'ambar alayhissalatu vassalom davrlarida Rum surasi nozil bo'lish sababida keltirganman. Shuni misolini aytganman. Rum surasi nozil bo'lgan paytida hali nozil bo'lmasdan oldin xuddi shunaqa siyosiy fikrlar muxolifligi bor edi. Makka mushriklari bilan musulmon bo'lganlar o'rtasida siyosiy ixtilof bor edi. Makka mushriklari quvvatli, xohlagan paytda musulmonlarni azoblardi-yu, jismoniy ma'noda har xohlagan ko'yga sola olardi-yu, fikriy ma'noda hech yenga olmas edi. Fikriy ma'noda musulmonlar kuchli bo'lib chiqaverardi. O'shaning uchun ular jismoniy tomondan ezishga kifoya qilmasdan, jismoniy tomondan ya'ni ko'ngillari to'lmasdan, fikriy tomondan ham ezamiz biz deb forslar Rum ustidan g'alaba qilganda, qalay hey deyishgan edi. Qalay mushrik, biz mushrikmiz-ku, ha derdi ular, ha. Va biz mushriklar sizlarni ahli kitobiylarga g'olib bo'ldik-ku deb mana shunaqangi siyosiy ma'noda ham bosim, fikriy ma'noda bosim o'tkazmoqchi bo'lishdi. Alloh taolo ana shu vaziyatda o'sha mushriklarning hodisasini zikr qilaroq Qur'on nozil qildi. Bundan ko'zlagan maqsad musulmonlarning fikriy qarashlarini qo'llab-quvvatlash edi. Musulmon hech qachon mag'lub bo'lmasligini isbotlash edi. G'ulibatur Rum oyati bilan boshladi. Nima kerak va Rumni musulmonlarga? Makka baytidagi oyat bu. Nima aloqasi bor Rumni nimaga aytayapti Alloh taolo? Desa, musulmonlar jismoniy tomondan ezilyapti-yu, fikriy tomondan bular haq ekanligini. G'oya musulmonlarniki mustahkam, pozitsiyasi musulmonlarniki sobit. G'ulibatur Rum fi adnal ard oyat davomida keldiki. Va hum min ba'dihim sayaglibun dedi. Fi bid'i sinin dedi. Tez kunda g'olib bo'lishadi. Hozir mag'lub bo'lishdimi? Tez kunda yana g'olib bo'lishadi dedi. Shunda mushriklar mag'lubiyatni tan olmasdan yugurib kelib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga aytishdi. Seni o'rtog'ing, seni do'sting shunaqa deyapti, ha, shunaqa deyapti. Mumkinmi deyapti? Siyosiy ma'noda mumkinmi? Qanaqasiga g'olib bo'ladi Rum? Pachagi chiqib ketdi-yu. Ozgina qoldi-yu. Bular qaytadan yana o'zini to'plab askar yig'ib yana jang qilishlikka mutlaqo siyosiy ma'noda aqli bor odam gapirmaydi buni deyishdi. Gara o'ynaysanmi deyishdi. Gara o'ynayman dedi. Rasululloh shu gap gapirdilarmi? Ha, gara o'ynayman dedi. 3 yilga gara o'ynadi, payg'ambar alayhissalom 900 ga ko'tardilar, 900 ga ko'tardi. Va musulmonlarning fikri g'olibligi isbotlandi. Garovda yutdi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu.
Mana shu hodisadan kelib chiqib, hozirgi kunda Rossiya bilan boshqa Rossiya bilan urushayotgan hamma mamlakat, Ukraina misolida, Yevropa misolida, Amerika misolida ko'rsangiz, hammasi hezalak odamlar. Qo'shtirnoq ichidagi K odamlar Rossiyaga hujum qilayotganlar. Haromi odamlar. Birortasi insoniyatni manfaati uchun harakat qilgan odamlar emas, faqat shaxsiy manfaat. Globalizm, kapitalizm, satanizm hamma shularning qo'lida. Ular oldida to'siq o'laroq O'rta Osiyoniga ham bunaqa fitnasini kirgizmoqchida, O'rta Osiyoga kirsak, Rossiya xalaqit beradi degan ma'noda Rossiyani urushga tortib problema qilishmoqchi. Rossiya qasma-qasiga LGBTni taqiqlab yotibdi, ularning fikrlarini chiqarib yotibdi, xullas gapirib yotibdi. Bu ma'noda Rossiyani tarafini olmayapman men. Musulmonlarga yaqinroq bo'lgan axloqni tarafini olyapman. Endi sizni Rossiyani yomon ko'rishligingizni ildizlari ateistik tuzum O'zbekistonni, O'rta Osiyoni bosib olgan-ku, ha, ruslar bizni ezgan-ku, ha, ajdodlarimizni qiynagan-ku, ha, o'shaning uchun ularni men hech qachon yaxshi ko'rmayman desangiz, bu ham ta'assub bo'ladi. Va noto'g'ri bo'ladi. Nimaga desa, bizni ezgan ateizmni g'oyasi ruslarga oid emas. Bu g'oya Lenin orqali olib kirilgan va Leninning g'oyasini orqasida Yevropa turadi. Germaniya, Fransiya turadi. Bu g'oya endi Rossiyaning g'oyasi emas bu. Rossiyadagi o'sha mensheviklar g'oyasiga qarshi g'oya. Ha, undan oldin Nikolay bosib olgan-ku, ha, unga qarshiman men. Nikolay bosib olgan, biz ozod bo'lishimiz kerak, mustaqil bo'lishimiz kerak. Lenin bosib olgandan keyingi 70 yillik umr bu Yevropaning g'oyasi edi. Lenin Yevropaning qulog'i bo'lgan. Siz qaysi fikrda, qanaqa darajada bo'lishidan qat'iy nazar bir millatni, bir davlatni yomon ko'rib qolishingiz, o'sha davlatni jinsiga, o'sha davlatni o'ziga, obyektni o'ziga bo'lish noto'g'ri. Islomda ham noto'g'ri bu. Nimaga desa, musulmon odam shaxsni yomon ko'rmaydi. Va shaxsni yaxshi ko'rmaydi. Musulmon odam axloqni yomon ko'radi, axloqni yaxshi ko'radi. Fe'lni, siyratni yomon ko'radi, siyratni yaxshi ko'radi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'sha bitta mushrikni payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'ldirish uchun, suiqasd uchun kelganda Madinaga yoqasidan ushlaganlar. O to'ng'iz deganlar. Nima kelding deganda, "Yo'q, men o'zim keldim. Shu urushda asir tushgan yaqinlarimni ozod qilish uchun keldim" deganda Rasululloh qo'yib yubor deganlar. "Kel, bu yoqqa kel" deganlar. Oldiga chaqirib turib, "Nima kelding" deganlar. "Ha, shu asirni ozod qilish uchun" deganda, "Yo, sen Ka'bada rukni yamoniyda falonchi bilan o'tirib maslahat qilding-ku. Qilichingni zaharlading-ku. Qarzlaringni falonchi bo'yniga oldi-yu, bolalaringga qaraydigan bo'ldi-yu. Sen meni qatl qilish uchun kelding-ku" deganda, qo'li qaltirab, qilich qo'ldan tushib ketgan. Va aytganki, "Buni senga Allohdan boshqa odam yetkazishi mumkin emas, men iymon keltirdim" degan. Musulmon bo'lib chiqib ketgan. Shunda Hazrat Umar gaplari bor. Aytadilarki, falonchi deydilar. Rasulullohning oldilariga kirib ketayotganda ko'zimga to'ng'iz o'xshab ko'rindi dedilar, deganlar. Chiqib ketayotganda bolamdan ham yaxshi ko'rib qoldim degan. Bu yerda jinsni emas, shaxsiyatni emas. Ertaga Xudo berishi mumkin, butun Rossiya musulmon bo'lib ketsa nima qilamiz? Hali ham Rossiyaga yomon ko'rib tura olamizmi? Endi Malhamatul Kubro haqidagi hodisalarni, tahlillarni o'qib ko'rsangiz, juda katta ehtimol bilan yer yuzida 5 dan 4 qism odam qiriladi. Yo'q bo'ladi Malhamatul Kubroda. Bir qism odam qoladi. O'sha bir qism odamni asosiy ya'ni a'zolari musulmon va nasroniylar bo'ladi. Musulmonlar musulmonchilikda qoladi, nasroniylar musulmon bo'ladi. Nasroniylar ichida axloqi buzilmagan, tabiati buzilmagani pravoslavlar. Katolik ham ketgan, protestant ham ketgan. Pravoslavda biroz qadriyati bor. Ertaga Iso alayhissalom kelsa, Iso alayhissalomga iymon keltiradi ular. Alloh taolo Qur'onda ularni maqtagan. Mimma arafu minal haq, tafidu minad dam deydi. Haqni bilganlari uchun ko'zlaridan sharros yosh to'kiladi deydi. Nasroniylarni maqtaydi shunda. Najoshiyning oldida turganlar nasroniy edi. Ja'far ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'shalarga Maryam
oyatlarini, surasini o'qib berganda ko'zlariga yosh olishgan. Vazkur fil kitabi Maryam deb boshlanadigan surani o'qiganda dod deb yig'lagan ular. O'sha buzilmagan, o'sha qadriyat, o'sha e'tiqodda pravoslavlar hozirgi kunda asosan. Qolganlar hammasi qiriladi. Katolik galoboylarga nikoh o'qiyapti. Protestantlar 90% ateist bo'lib ketadi, bo'lib ketgan. Pravoslavlar diniga amal qilyapti, indamay o'tiribdi. Qo'li ojiz bo'lsa ham, lekin o'sha qadriyatiga amal qilyapti. Alloh taolo qiyomat alomatlaridan bittasi Iso alayhissalom nozil bo'lgan paytida nasroniylar hammasi musulmon bo'ladi, yahudiylar yo qatl qilinadi yo musulmon bo'ladi. Jizya bo'lmaydi. Nima degani jizya bo'lmaydi degani? Yo qilich yo islom bo'ladi u paytda. To Iso tushkunlaricha aslim taslam davom etadi. Iso alayhissalom tushganlardan keyin aslim av tuqtal bo'ladi. Yo musulmon bo'l yoki qatl qilinasan bo'ladi. Unda hamma musulmon bo'ladi. Demak, bu vaziyatga ko'ra meni gapimni kim suiiste'mol qilyapgan bo'lsa yoki kim shu gapni gapirib turib faqat shu Rossiyani yaxshi ko'rishimiz kerakkan bo'lsa, xato u. Men hozirgi kunda realist odam sifatida aytamanki, dunyo botqoqqa botib turibdi, kofirlar ichida Rossiya botqoqda emas hali. Bir qismi botgandir-da, lekin Rossiya o'sha botqoqqa botgan kofirlarga qarshi turibdi. Ukraina bilan urushmayapti Rossiya. Butun dunyo bilan urushyapti. Butun dunyo bilan. Demak, qoraka qarashlarimizda mana shovinistik qarashli bo'ladigan siyosatchilar ham ko'pda Rossiyada. Masalan, to'g'ri fikrlaydigan, masalan, shu O'rta Osiyo bilan bo'ladigan holatda to'g'ri fikrlaydiganlari ham bor. Endi 3,5 million musulmon bor ekan ruslar orasida. Haligi meni qarashlarim shovinistik qarashli bo'lgan, butkul bizni xalqimizni haqorat qiladigan, hali maydonda, haligi nima deydi, mana bu tok shoularda chiqib turib haqorat qiladiganlari ko'pchiligi men qarshilik bildiraman-da endi. Shu odamlarni oqlab berishga harakat qilayotgan odamlar dedim, men aytmoqchi bo'lgan ma'noyiki, siz o'sha gapingizni ruslarni butkul hammasini bir qanaqadir biza tomon bo'lganmiz, qoraga shunaqa deganlar deb haligi odamlarga nisbatan ham hali to'g'rilashga harakat qilganlar bo'ldi-da. Balki men xato tushungandirman. Lekin men aytmoqchimanki, ruslarning ichida shovinistik harakatli bo'ladigan odamlarga qarshi men fikrdaman. Butun rus xalqini haligi Chor Rossiyasi bostirib kirganda ham ba'zi bir ofitserlar bosh tortib o'sha aytayotganingizdek pravoslavlari ham men dushugupli qilmayman deb hali bosh tortganlari ham bo'lgan ekan, hattoki qatl bo'lganlari ham bor ekan bir manbada o'qiganimda. Lekin mana shu niyati buzuq bo'lgan O'rta Osiyoni bizlarni misol uchun qanaqadir bir kolonialni ko'radigan odamlarga qarash fikrda, misol uchun shu siznikidan spekulatsiya qilmoqchi bo'lganligi uchun aytgan edim qoraka, umumiy rus xalqiga nisbatan nafrat yoki umumiy rus xalqini qanaqadir bir ularga nisbatan bir qarshi bo'lish kerak, urush qilish kerak degan fikr bo'lmagan menda. Shovinistik qarashiga qarab turib, o'sha yovuz fikringizni to'g'ri tushundim. Demak, biza keraklarini yaxshi deymiz, agar o'sha shovinistik qarashli bo'lganlarga baribir salbiy fikrda bo'lamiz. To'g'rimi qoraka? Albatta shovinistik qarashda bo'lgan musulmonga ham qarshimiz biz. U rusni qo'yavering. U keyin qasddan qilinishi mumkin unaqa narsalar. Qasddan, masalan, siyosatda sabotaj qiladigan anaqalar bor. U xoin quloq bo'lishi mumkin. Bu narsalarni hammasini taftish qilish kerak. Uni butun millatga yoyib bo'lmaydi u gaplarni. U millat unga javobgar bo'lmaydi. Masalan, ruslarning ichida shovinistlar, o'sha skinheadlar bor. Ular nemisdagi skinheadlar bilan bir xil, misol uchun. O'zbek millatchilari ham bir xil ular bilan. Masalan, anu Barlos deb nomini qo'yib olgan sharafsiz bor, Shuhrat Barlos degan. Uchiga chiqqan haromxo'r odam. Aqli yetmaydi bir narsani bahs qilib, ilmiy anaqa qilish. Shovinist odam, o'shunaqangi satanist odam. O'zini ko'k bo'ri deydi, bo'ridan tarqaganman, onam bo'rini emgan deydigan odamlar. Uni rus shovinisi bilan nima farqi bor uni? Bir xil. Ruslarni yomon ko'radi, ruslarga fobiya tarqatadi shular. Rusofobiyani harakat qiladi, mutlaq hamma ruslar mana shunaqa deyishga harakat qiladi. Vaholanki unaqa emaski. O'zini turk birligini asoschilari deb ko'rsatishga harakat qiladi. Sen unaqa emassanki, seni bilamiz-ku. Menga nima deyapti? Ana Sherali Komilov deyapti. Siz haqingizda faktlarni ochib tashadi. Fakt ekan. Uni aytayotgan tuhmatlari fakt ekan. Faktlarni ochib tashadi.
o'shanga siz bilan bir erkin fikrda intervyu olsam dedi. O dedim, kutib yuribman sizga o'xshaganlarni, keling dedim. Ofisi lokatsiyasini tashladim, telefonni berdim. Kutib o'tiribman. Keyin aytdimki, menimcha dedim, bu siz o'ylamay aytib qo'ydingiz, buni siz qila olmaysiz, siz erkin fikrli odam emassiz-ku. Desam, yo'q, men erkin fikrliman dedi. 2 soatdan keyin yozib yuboribdi. Meni adminlarim larimiz ruxsat bermadi, o'shaning uchun siz bilan intervyu qila olmas ekanmiz deb yozib yuboribdi. Men nima degandim dedim. Siz jurnalist emassiz dedim. Siz kimsiz? Siz mana shunaqangi birovi qo'lidagi axlat qog'ozsiz siz. Sizni ishlatib tashlab olishadi. O'zingizni fikringiz yo'q dedim. Ana shularni rus shovinistlardan nima farqi bor? Ha? Kim ular? Demak, bu yerda biz nimani o'rtaga mezon qo'yishimiz kerak? Birinchi o'rinda. Men bugun kunduzi bir qoidani aytdim. Instagramda jonli efir qilganda, musulmon odam birinchi Alloh bilan o'rtasini isloh qilib olish kerak. Aqidasini to'g'ri qilib olish kerak. Aqida to'g'ri bo'lgandan keyin manhajni to'g'ri qilib olish kerak. Manhaj ahli sunna val jamoaning manhaji bo'lish kerak, usul bo'lish kerak. Keyin musulmon odam Alloh bilan o'rtasini isloh qildimi? Musulmon insonlar bilan o'rtasini isloh qildimi? Kofirlar bilan bo'ladigan muomalasini ham isloh qilib olish kerak. Keyin jonzotlar bilan o'rtasini, nabototlar bilan o'rtasini, jamoatlar bilan o'rtasini isloh qiladi. Ana unda keyin o'zgarmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom mo'minni topishmoq aytganlar. Mo'min bir daraxtga o'xshaydi, qishin yozin bir xil o'zgarmaydi. Qaysi daraxt deganlarida topishmagan. Hazrati Ibn Umar men bildim aytishga hijolat qildim degan, xurmo deganlar. Mo'min xurmoga o'xshaydi. Nimaga desa o'zgarmaydi. Pozitsiyasi bir xil turaveradi. O'shaning uchun kofirlar, ana u ushoqdan bushoqqa sakraydiganlar, millatchilar, ular musulmonlarni yomon ko'radi. Nimaga? Ular xohlagan pozitsiyaga musulmon o'tmaganligi uchun. Abdulloh ibn Salom, ba'zilar Sallam ham deydi. Radiyallohu anhu musulmon bo'lgan hodisasi mashhur. Hamma biladi uni. Meni berkitib qo'ying. Siz ularga ayting, meni musulmon bo'lganligimni, keyin men chiqib aytaman, qabul qilsa zora deganda kelishgan. Aytganlar, Abdulloh ibn Sallam haqida nima deysizlar deganda, u olimimiz, dadasi ham olimimiz bo'lgan, sayyidimiz, u dadasi ham sayyidimiz bo'lgandi maqtashgan. Shu musulmon bo'lsa qabul qilasizlarmi deganlarda, ham mumkin emas, bo'lishi mumkin emas deyishgan. Keyin chiq deganlar, chiqib men musulmon bo'ldim deganda, bu o'zi badbaxt, otasi ham badbaxt bo'lgan. Bu mashnaqa deb shunday pozitsiyani o'zgartirishgan. O'sha zahot. Aybini tan olish, xatoga munosabat bildirish musulmonga berilgan eng katta imtiyoz. Alloh taolo Qur'onda "Va la yajrimannakum shana'anu ala qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa" degan. Ya'ni sizlarni bir qavmning haqida yomon ko'rsanglar ham adolatsizlik qilmaslikka buyuradi Alloh taolo. I'dilu, adolat qilinglar, va aqrabu lit-taqwa, taqvoga eng yaqin narsa adolat. Soqol taqvoni belgisi emas, birodarlar. Uzun kiyim soqol, ya'ni kiyim, siyrat, ko'rinish taqvoni belgisi emas. Taqvoni belgisi adolat. Eng taqvoga yaqin narsa adolatli bo'lish. U kofir bo'ladimi? Bir kofir musulmonga qarshi, Yahudiy Hazrati Ali radhiyallohu anhuning sovutlarini olib qo'ygan, o'g'irlagan yoki topib olgan ko'chada. Hazrati Ali ko'rib qoldilar, bu sovut meniki dedilar. Ya meniki dedi Yahudiy. Mahkamaga boramiz deb olib keldilar. Mahkamada qozi Shurayh bor edi. Tobiinlardan Hazrati Alining qozisi edi. Pastga o'tkazib qo'ydi Hazrati Alini. O'tkazib qo'yib Yahudiy bilan. Guvoh bormi? Da'vo qilgan dalil keltiradi. Siznikiga qanaqa dalilingiz bor? Yozuvchi bormi? Guvoh bormi? Ha, bor guvoh. Kim? O'g'lim Hasan Husan guvoh dedilar. Yo'q, o'g'il otaga foydaga guvohlik bera olmaydi dedi. Unda boshqa guvohim yo'q. Unda sizniki emas dedi. Yahudiyga berib yubordi. Mana adolat.
Payg'ambar alayhissalotu vassalom Fatima qizim o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. O'zimizniki onamiz Payg'ambar alayhissalotu vassalomning ko'z qorachiqlari kesaman dedilar. Shu o'g'irlik qilsa kesaman, adolat. Hazrat Umar o'zini o'g'lini jazolagan. Jinoyat qilganligi uchun. Hazrat Umar Muaviya radhiyallohu anhuni urgan. Kiyim kiyib odamlarni orasida sal burding ko'tarilib qopti deb sal tushirib qo'yadi deb urgan. O'ziniki. Biz o'zimizni ichimizda adolatni qoyim qilsak, bizga kuchi yetadigan jamiyat bo'lishi mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom 23 yil mana shu jamiyatni tayyorladilar. Shunaqa adolatli qilib qo'ydilarki, sahobalar turib, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqning o'g'li sahoba edi. Munofiq uzoqdan la yukhrijannal a'azzu minhal azal degan gapini Alloh oyat qilib nozil qildi. Munofiq kelib hozir aziz xorni chiqaradi deyapti. Aziz deb o'zini aytayapti, xor deb Rasulullohni aytayapti. Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom oyatda aytganlarida Abdulloh yugurib kelgan. Ya Rasululloh, Madinada otamni agar jazolaydigan bo'lsangiz, mendan boshqa odam jazolasa men boshqa taraf yura olmayman, ya Rasululloh. Menga izn bering degan. Yo'q deganlar, jazolamaganlar. Abdulloh borgan Madinaning chekkasiga. Rasululloh kirgizmasa kirmaysan degan dadasiga. Adolat shu. Adolat insonni shaxsiyatiga bo'lgan muhabbatni chekkaga surib qo'yadi. Agar shu muhabbatga bog'lanib qolsa, unda adolatdan odamning ko'zi ko'r bo'ladi. Sizni bir kishi maqtasa, unga qarshi bir tanqid qila olmay qolasiz. Sizni yomonlasa, to'g'ri gapirsa ham tanqidini qabul qila olmay qolasiz. Noto'g'ri bo'lib qoladi.